Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari, hurmatli Motoroller elektromotorroller jihozlari. Bugun 26-yil 11-may kungi holatga ko'ra do'konimizda ushbu turdagi turistik motorollerlarimiz mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ushbu motorollerlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlarni tezdagina aytib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa ma'lumotlari bemalol tinglab, kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Umidjon aka, ushbu Assalomu alaykum, Iqboljon aka, Zamin Moto obunachilari, xudo xolasa kanal kuzatib boruvchi obunachilar, xudo xolaslarga juda ham reksha modellarimizning yangicha turlari keldi. 8-10 xil ortiq turdagi modellari sotuvda hozir mavjud rekshalarimizda. Eng zamonaviy, eng so'nggi turdagilarni xudo xolasa bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Vaqtimiz chegaralangan, Islomjon aka, xudo xolasa biz bilan birgalikda mana bu yoqda reksha modelimizda yangicha eni katta jidkisnoy torimizda 6 ta akkumulyatorli 72 ga 40 amperli akkumulyator qo'yilgan, 100 km masofani bemalol bosib o'tadigan temirli taglari ham o'ta zamonaviy sxemada xolasa. Narxi 12.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasini yetkazib beramiz. Bu rekshamiz zadniy kameralargacha mavjud. Tablolari yonadi turganda, mana bu yoqda eng zamonaviy ko'rinishda bo'ladi. Tablo oxirigacha tablo bo'lgan. Zadniy kameralargacha eng qiziq joylardan zadniy kameralargacha bor. O'ta ham full bo'lgan modeli. Oldin mana ko'rinishlarni ko'rsatib o'tasiz. Mana bunaqangi eng oxirgi versiyada ishlangan dandibilishliklar bo'ladi. Tormoz ham jidkisnoy. Kimga qiziq bo'lsa, u modellarimiz aloqaga chiqishlari mumkin bor. Rasvetkalari qora seri stanoylarda mavjud sotuvda. Narxi 12.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkaga yetkazib beramiz modelimizni. mana kimga kerak bo'lsa ushbu reksha modelimiz bemalol aloqaga chiqish. Albatta, sidinasi keng bo'ladi. Endi yotadi, turadi, suriladigan mijozlarimiz ham juda ham ko'p. Sidinasi oldiga, orqaga yotib turadigan Li9 modelimiz ham kelgan. Mana qo'llarini ko'rib o'tasiz, mana bunaqangi bo'ladi, chiqishga o'ngroq bo'ladi. Mana churishlari, sidinkalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana yotib turishlarini, mana eng zamonaviy, eng so'nggi turdagi sidinalarni mana oldiga, orqaga yangicha modeldagilarni kelgan. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Xudo xolasa bu modelimiz zadniy kameralargacha bor. 13.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkalar ichida yetkazib beramiz. Endi arzonroq so'ragan mijozlarimizga 12.200.000 so'mdan 6 ta akkumulyatorlisi ham kelgan. Xohlasa tomir orqasi ochiq, xohlasa orqasi bek modellar, ikki xil versiya eng kattalari kelgan. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. 72 ga 39 amperli akkumulyatordan 6 talik qilib qo'yilgan, o'ta ham full bo'lgan modellarimizdan biri. Narxi 12.200.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasini yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Endi Islomjon aka arzon model so'ragan mijozlarimizga 10.500.000 so'mdan 60 ga 32 5 talik amperli akkumulyatorlisi ham bor. Tormoz bilan jidkisini kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Endi Jinpeng modelimizda mana bunaqangi modellarida keldi, yangicha dizaynlarda 60 ga 45 amperli akkumulyatorlar qo'yilgan, 150 km masofani bemalol bosib o'tadi. Narxi 14.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkaga yetkazib beramiz modelimizdan ham bor. Bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlari mumkin bu modellarimizdan ham. Soni chegaralangan emas, 3 xil rangda versiyada kelgan. Endi zapas baloni bor degan mijozlarimiz, tomida bagaj sistemalari bormi degan mijozlarimizga bor bunday holatdagisi ham 12.400.000 so'm bu modelimizni qilib beramiz. 12 million so'mdan bu modelimizni qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ma'lumotlarini Telegram, WhatsApp orqali qilib beramiz. Zapas balon tomida bagaj sistemalarigacha bor. O'ta ham injiq, full bo'lgan modellarimiz. Barcha turdagilarni Zamin savdo markazi optim narxlarda mijozlarimiz topishlari mumkin. Mana bu yoqda ichkarida ham ko'rsatib o'tamiz. Reksha modellarimizda har xil turdagilari bor. Rekshalarimizni yangi mana hozir standartdan o'zib chiqdi desa ham bo'ladi bular modellarimizda. Tormoz sistemalari jidkisnoy bo'lgan, mana tormozlari ham jidkislar. Magnitofon, audio sistema, telefonlarni zaryadlaydigan yangichasi keldi, xudo xolasa, sotuvda mavjud. O'ta ham full bo'lgan 60 ga 32 akkumulyatorlar bilan jihozlangan. O'ta ham full bo'lgan modelimiz. Mana hozir akkumulyatorlar ulangan bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mana svetlarni yoqib, mana Islomjon aka bilan birgalikda. O'ta ham full bo'lgan modellarimizdan biri. Narxi 10.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha bu modellarimizni yetkazib beramiz. Rasvetkalari bor. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin mijozlarimiz. Mana orqadan ko'rishlarini ko'rsatib o'tasiz. Bu modelimiz ham orqada bachok sistemalarigacha bor, o'ta ham full bo'lgan modelimiz. Kimga qiziq bo'lsa, bu modellarimiz bemalol Zamin savdo markaziga obuna bo'lgan mijozlarimizga qo'ldan kelgan chegirma narxlarini xudo xolasa qilib beramiz. Endi mana bunaqangi reksha modelimizni jidkisnoy tormozda yangicha modeldagisi kelgan, mana sidinasi keng bo'ladi. Bu modelda tormoz sistemasi jidkisnoy bo'ladi.
akkumulyatorlar 60 ga 39 lik akkumulyatordan qo'yilgan 5 talik. Narxi 12 million 500 ming so'mdan bu modellarimizni ham vodiy bo'yicha dastavkachi yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bu modellarimizdan aloqaga chiqishlari mumkin. Mana bu yoqda bu modellarimizda mana 5 xil versiyada turibdi, xudo xolasa. Tashqaridagilarimizda ham har xil modellari bor. Kimga qiziq bo'lsa, u modellarimizdan tortinmasdan bemalol arzon yoki qimmat yoki o'rta me'yordagilar so'ragan mijozlarimizga hamma turdagisi bor, Ikromjon aka. Hurmatli Zamin Moto obunachilari, kimga mana shunday materiallarimiz, rekshalarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin va manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Zamin savdo markazi, mo'ljal Boboshbek bozorining yonginasida joylashgan.